Hurmatli xonimlar va janoblar, mana bugun barchamiz bir sabab bilan ushbu fayzli oqshomga yig'ilgan ekanmiz. Yana bir bor barchangizni xush ko'rdik. O'ylaymizki, bugungi ajoyib oqshom, ajoyib kecha albatta sizning dilingizda umrbod muhrlanib qoladi va ushbu fursatlardan yana bir bor unumli foydalangan holda kechamiz qahramonlari Amirxon va Azizaxonlarga biz Allohim tomonidan eng ezgu tilaklarimizni tilab qolamiz. Ilohim baxtli bo'ling. Barchaga xayrli kech, kutilgan, sog'inilgan, orzular ushalgan oqshomga xush kelibsiz. Avvalambor, assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum fayzli oqshomimizga yig'ilgan qadrli mehmonlarimiz, hurmatli xonimlar va janoblar, ayni daqiqalarda diqqat e'tiboringizni davramiz markazidan hech ham uzmasligingizni iltimos qilamiz. Sababi ayni daqiqalarda fayzli oqshomimizga kelin hamda kuyovlarimiz tashrif buyurishdi. Keling, ularni gulduros qarsaklaringiz sadosi ostida o'rnimizdan turgan holatda qarshi olamiz. To'ylar barchamizga muborak bo'lsin. Haqiqatan ham o'tib